Shaxsiy hayotingiz, ishingiz, ayniqsa mol mulkingiz bilan bog'liq hujjatlaringizda kamchilik, chalkashlik yoki nuqsonlar bo'lsa, ko'nglingizni bir chetini vahima, notinchlik kemirishi tayin. Bu sizning ishingiz unumi, kayfiyatingiz, hatto sog'lig'ingizga ham jiddiy ta'sir qiladi. Buni boshdan o'tkazgan odam yaxshi tushunadi. Xalq tili bilan aytganda, hujjat gapiradigan bugungi zamonda har bir hujjat joy-joyida bo'lsa, ko'ngilda ham xira-xiralik albatta qolmaydi. Ayrim tomoshabinlarda buning uchun nima qilish kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun bugun turli xil yo'llar, imkoniyatlar bor. Hatto uydan chiqmasdan ham bunday amallarni bajarish uchun sharoitlar yaratilganini ko'pchilik yurtdoshlarimiz yaxshi bilsalar kerak. Yana bir imkoniyat esa davlatimiz rahbarining 2024-yil 24-maydagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilayotgan Adliya kuni tadbirlari doirasida taqdim etilmoqda. Muxbirimiz Andijonda sayyor davlat xizmatlari aholiga qanday xizmatlar ko'rsatilayotganligini obdan o'rgandi. Ana shunday Adliya kuni tadbirlari davomida Xo'jaobod tumanining Fayzobod mahallasida yashovchi 2-guruh nogironi Dehqonov Akmaljonga tegishli bo'lgan noturar joyni kadastr hujjatlari mavjud emasligi aniqlandi. Uning onasi Odinaxon Dehqonova esa bu joyni uy sifatida foydalanish uchun turar joyga o'zgartirib, kadastr hujjatlari tayinlab berilishini so'rab murojaat qildi. Noturar joyim bor edi, 22 sotik. Shuni turar joyga aylantirib berishga davlat tomonidan mana yordam beryapti. Davlat xizmati xodimlari. Xursandmisiz? Xursandman, albatta, juda xursandman. Ayniqsa bahor bayram kunlari shu narsaga erishyapman. Ming martadan xursandman hammasidan. Adliya bo'limi va Davlat xizmatlari markazi xodimlari xatlov paytidagi murojaat bo'yicha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun zarur jarayonlarni boshlab yubordilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi PF 80-sonli farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Adliya vazirligi va Mahallabay ishlash agentligi tomonidan qo'shma qaror qabul qilindi. Unga muvofiq yagona huquqiy axborot almashish tizimi orqali ularni tushuntirishga qaratilgan materiallar, ya'ni onlayn mahalla platformasiga yuborilmoqda. Bu platforma orqali yuborilgan materiallar aholiga tushunarli tarzda yetkazilmoqda. Bu esa odamlar huquqlarini bilishi va o'z imkoniyatlaridan samarali foydalanishiga yordam beradi, deydi tumanning 70 Mergan mahallasi hokim yordamchisi. Yangi qabul qilingan qonun qarorlarini tanishtirib, xalqqa oddiy, sodda tilda buni tushuntirib kelmoqdamiz. Xalq o'zida qiynayotgan savol, qonun, qaror, boshqa huquqiy hujjatlar bo'yicha bemalol o'sha bizni onlayn mahalladagi adliyaga murojaat platformasi orqali so'rovnomalar yuboryapti. Tegishli o'sha adliya bo'limlariga hamda huquqiy sohalarga yo'naltirib kelmoqdamiz. Tuman adliya bo'limi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining buyrug'i asosida hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi aksiyasi doirasida ham barcha mahallalarda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir fuqaroning huquqlarini himoya qilinishini ta'minlash maqsadida adliya bo'limi xodimlari aholi muammolarini o'rganmoqdalar. Bu kabi aksiya tadbirlari viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.